Assalomu alaykum, hurmatli qush ishqibozlari. Qushlarimiz mana sovuq kunda ham Xudo xolasa bola berib, bolalarni yaxshi katta qilishyapti. Mana shapkali 4 ta bola bergan. Nari go'zal holatda. Unda ham tuxum bor. Bosib yotibdi bular ham. Unda bor. Bezovta qilmay qo'yaramiz. Unda bor. Men video qilishimdan maqsad xonamiz sovuq. Unaqa tuxum qo'yib bola ochadigan darajada emas. Lekin biz mana ochgan gnezdoni tagiga mana qilib mana lampochkani qo'yib qo'yganmiz. Yaxshi effekt berib, mana bolalar katta bo'ldi ancha. Endi biz yaqinda boshladik, o'shanga sharoitlar unchalik zo'r emas. Lekin bola oldik Xudo xolasa. Mana ular ham mana amirlarimiz tuxumga harakat qilishmoqda. Mana eda bor mana amirlar. Buni modasi ham bola deb ham tuxum qo'ygan. Ikkita bo'pti hozircha. Shunaqa gaplar. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.